ehtiyotsizlik bilan qo'lingizga VICH bilan kasallangan yoki gepatit bilan kasallangan bemorni ignasini tiqib oldingiz. Shu holatda nima qilish kerak? O'sha igna yoki biron buyum sanchilgan joyni qattiq qisib tashlash mumkin emas. O'sha joyni spirt, yod bilan obработка qilmaymiz. Faqat qonashiga qo'yib beramiz, qon chiqib ketishi kerak. Bundan tashqari sovun bilan, sovuq suv bilan yaxshilab yuvib tashlaymiz. Bundan keyin esa o'zimizni va o'sha kasal bemorni analizlarini tekshirishimiz kerak. Agar o'sha bemorda VICH yoki spirt aniqlangan bo'lsa, zudlik bilan tenofovir, emtricitabin tabletkalarini 28 kun davomida qabul qilishimiz kerak. Agar u bemor gepatitga chalingan bo'lsa, siz gepatit B ga qarshi immunoglobulin, gepatit B ga qarshi vaksinatsiya olishingiz kerak. Shu bilan infeksiyaga chalinish xavfi 0% gacha tushib ketadi. Agar bu narsani bilmagan bo'lsangiz, o'z do'stlaringizga jo'natib qo'ying.